2,5 yosh bemorimizda, demak, doimiy ravishda burun bitishlari bilan shikoyat qilib keldi ota-onalari. Ko'rganimizda shu jajji bemorimizda 3 ta tashxis, ya'ni tanglang murtaklari gipertrofiyasi, adenoidlar vegetatsiyasi 3-daraja va o'ng quloqlarida eksudat aniqlandi. Bemorimizda hozir bir vaqt o'zida adenotanzilitomiya va o'ng tomonlama paratsentez amaliyotini o'tkazamiz. Mana adenoidlarni olib bo'ldik, ko'rdingiz. Qay darajada katta edi. Xudoolasa mana burunning orqa qismi to'liq ochildi. Endi burundan erkin nafas oladilar. Navbat endi quloqqa. Mana operatsiyamiz o'z nihoyasiga yetdi. Demak, 2,5 yoshli shu jajji bemorimizda 3 ta operatsiyani o'tkazdik. Burundagi muammolardan xalos qildik. Xudo xolasa endi ham eshitishlari yaxshilanadi va burunlardan erkin nafas oladilar.